Ayol bachadoniga kamera bilan kiriladi, ko'riladi va nimadir muammo bo'lsa, to'g'rilab ketiladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, embrionni o'tkazgandan keyin homiladorlik bo'lmasligiga yoki eko o'xshamasligiga eng ko'p va katta sabablardan biri bu embrionning genetikasi hisoblanadi va buni o'zgartirish uchun hech nima qila olmaymiz. Shunda biz qolgan 20% sabablarni topishga harakat qilamiz. Endometriy qavatini kuzatamiz. O'zida kichik polip yoki sinxiyaga yoki endometritga o'xshagan muammolar ko'rinmasligi mumkin. Takroriy o'zinglarda gidrosalpinx ko'rinadigan bo'lsa, odatda bunaqa holat birinchi perinosdan oldin to'g'rilanib ketiladi. Lekin agar mabodo uni o'tkazib yuboradigan bo'lsak ham to'g'rilanib ketiladi. Endometriyga keladigan bo'lsak, hamma muammolar ham o'zida ko'rinavermaydi. Shuning uchun ham biz gitroskopiya amaliyotini taklif qilamiz. Bu amaliyot endometriy qavatini va bachadon ichki devorlarini to'g'ridan-to'g'ri video kuzatuv orqali ko'rish imkonini beradi. Ayol bachadoniga kamera bilan kiriladi, ko'riladi va nimadir muammo bo'lsa, to'g'rilab ketiladi. Bu implantatsiyaga bo'lgan ehtimollikni ko'tarishi kerak. Embrionning genetikasiga oid masalalarda esa biz hech nima qila olmaymiz. Yagona yo'li bu juftlikka sog'lom homiladorlik berishiga umid qilib, yana embrionni ko'chirib o'tkazish. Shunda ikkinchi perinosdan oldin gisteroskopiya qilsak bo'ladi. Agar gidrosalpinx bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'rilash yoki perinosdan oldin olib tashlash kerak bo'ladi.